Bobo, yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Ko'plab ko'ring 80-90 ni. Tangrim, ming bor shukr aytaman. Izdoshiman shunday insonni. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Davron Hoji otajon, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz hamalami? Yaxshi, rahmat, sizga yaxshi. Salomat bo'ling hamisha. Bugungi tavallud ayyomlar, shukronalik kunlar, mana shunday qutlug' kunlar sizga muborak. Rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Boringizga shukronalar. Hamisha yaqinlar ardog'ida, e'zozida, nabirajonlar, farzandlar hurmatida bo'lib yuring. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan Yaqin insonimga izhorim tabriklar loyihasini sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bo'laman otajon. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida bizga bog'langan yaqin insonlaringiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib dilnomalarini, tabriknomalarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Sizni sevuvchi, ardog'lovchi, hurmat qilguvchi bu yaqinlaringiz kimlar bo'lishi mumkin? Qizlarim bo'ladi, nabiralarim bo'ladi, o'g'il qizlarim, chavoralarim bor. Mashallah. Albatta. Albatta. Qalbingiz hech ham adashmadi. Sizni sevguvchilar juda ham ko'p ekanlar. Bular sizning nabirajonlaringiz, farzandlaringiz, barcha yaqinlaringiz nomidan bizga ajoyib tabriknomalar yetib kelgan. Ijozat berasizmi, o'qib bersam qabul qilib olasizmi? Marhamat, istamiz bolam. Rahmat sizga ham. Assalomu alaykum bizning iftixorimiz, ishonib qo'yganimiz, uyimizning posboni, qiroli, bizning fayzu barokatimiz, yanchtog'imiz, bizning faxrimiz bobojonimiz. Biz sizni ushbu muborak kun, tavallud ayyomingiz, bobojon, shukronalik kuningiz, Muhammadga chin ummat bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Bo'ylari viqorligim, nigohlari ibratligim, har bir so'zi, duosi qudratligim. Bizning duogo'yimiz. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Mehribonim bobojonim, dunyo turguncha turing, baxtimizga hamisha salomat bo'ling. Borligingiz o'zi baxtdir. Bobojon, dasturxonimizni to'rida savlat to'kib, viqor ila bizni duo qilib turishingiz, farzandlaringizga hamisha to'g'ri yo'llar ko'rsatib, nasihatlar qilib turishingiz davlatdir. Bobojon, aslida biz siz bilan davlatlimiz. Siz bilan biz savlatlimiz. Sizning borligingiz biz uchun bir ne'matdir. Bobojon, ona qizim desangiz bas. Shuning o'zi menga xazinadir. Madinaga borishlik, Allohim sizni Baytullohiga chorlashligi nasib bo'lsin. Sizni qayta va qayta Hoji ota maqomida ko'rishlik bizlarga nasib qilsin. To'ylarimizda o'zingiz bosh bo'ling. Bizning suyanchdog'imiz, qalqonimiz, duogo'yimiz bo'lib turing. Chunki siz bor to'ylar fayzli, davralar hashamatli. Robbim sizni hamisha biz uchun asrasin, avaylasin. Hamisha o'zi panohida asrasin. Bobojon, sizni qattiq yaxshi ko'rishligimni bilasiz-a? Keling yana bir bor aytay, yuzlaringizni bir kuldiray. Sizni qattiq yaxshi ko'raman. Izdoshingiz bo'lganimdan faxrlanaman. Aytmasamda gohida bir bor mehrim dilda saqlab yuraman. Bugun aytay, bobojon, ming bor sizni benihoya yaxshi ko'raman. G'amlar ichra sabri sinmagan, huzur halovat neligin bilmagan. Bizni faqat bizlarni, farzandlarni, nabirajonlarni o'ylagan bobojon, sizni juda ham yaxshi ko'raman deya mana shunday go'zal tabriknomalarni go'zal nabira qizingiz Rayhonaxon, Surayyoxon, Kumushxon, Bahoraxon, Abdulhamid va albatta tog'dek qalqon o'g'lingiz Otabek aka, kelin qizingiz Nilofarxon nomlaridan qabul aylaysiz otajon. Rahmat o'g'lim bolam. Umringiz bo'lsin bolam, katta rahmat. Meni yo'qlab, tavallud kunimdan tabriklagan o'g'illarimni, qizlarimni, kelinlarimni, nabiralarimni hammasini Allohim Alloh o'z panohida asrasin. Umrlari uzoq, rizqlari butun bo'lsin, hammalari xushaqar, baxtli bo'lsin. Kelajakda nimaiki yaxshi niyatlar qilgan bo'lsa, Alloh niyatlariga yetkazsin bolam. Dunyomiz tinch bo'lsin, oilamiz tinch bo'lsin, turmushimiz farovon bo'lsin. Baxtimizga mollarimiz, navara, chevara-yevralarimiz ko'payib, orqamizdan qolgan zurriyotlarimiz dunyodan o'tganda ham haqqimizda duo fotiha qiladigan farzandlarni Alloh ato etgan bo'lsin. Ilohim. Siz ham umringiz uzoq bo'lsin, oilangiz bilan xushaqaring, ota-onangizni, farzandlaringizni, oilangizni baxt-kamolni ko'ring bolam. Shu shirin ovozingiz hech qachon o'chmasin. Mazza qilib eshiting bolam. Rahmat otajon. Go'zal duolaringiz uchun sizga ham tashakkur. Farzandlaringizni boshiga doimo sog'-omon bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Nima deb o'ylaysiz otajon? Siz farzandlaringizdan rozimisiz? Ulardan xursandmisiz? Albatta roziman bolam. 35 yil o'qituvchilik qilganman.
Mashallah. Oilam bilan birga, bular meni umralarga, o'zlariga yuborgan bolalarim, roziman bulardan mingdan ming. Alloh shukrlariga yetgan, Allohdan roziman. Alloh bizlardan rozi bo'lsin bolam. Ilohim. Endi ibodatlarimiz hamisha besh vaqt namozlarimiz, yurtimizni, oilamizni, xalqimizni tinchligini Allohdan so'raymiz bolam. Hammalar tinch bo'lsin. Go'zal O'zbekistonimizga ko'z tegmasin. Bunday farovon hayotni qadriga yetaylik, shukronalik bilan yashaylik bolam. Shukrsiz xon. Albatta otajon. Shularga yetkazganiga Allohga behisob shukr. Ota-onadan bitta o'g'il bo'lsa, mana hozir 4 ta o'g'lim bor. Xudoga behisob shukr, 2 ta qizim bor. Shulardan kuyov, kelin, 18 ta, 19 ta nabira bor, 8 ta chavora bor qizim. Sizga ham shukrlarni tilayman bolam. Siz mana shunday nuroniy ota, nuroniy ona bo'ling oilangiz bilan. Ilohim otajon. Bosh-qosh bo'lingizlar, keling, sizga ham to'ylar taklif qilamiz bolam. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hamma farzandlarimdan roziman. Alloh sizlardan rozi bo'lsin bolam. Ilohim otajon, go'zal duolaringiz uchun sizga ham tashakkur. Sizning yo'lingizni bersin bizga ham, sizni maqomingizga bizni ham erishtirsin Allohim. Allohimning suygan bandalari qatorida turing. Mana shunday mashaqqatli kasbingizga, o'qituvchilik kasbingiz sabab Allohim sizni faqat jannatlari bilan siylasin. Farzandlar ardog'ida yaxshi kuningizni, shodiyona kuningizni, tavallud ayyomingizni yaxshi kayfiyatda o'tkazib oling. Salomat bo'ling. Baraka toping ona qizim. Rahmat sizga. Rahmat sizga ham tashakkur. Sizga sakingina tong boshlamoq yo'q, balishga bemalol yon boshlamoq yo'q. Sizga sakingina tong boshlamoq yo'q, balishga bemalol yon boshlamoq yo'q. Hamisha har xatu xabar ichrasiz, doimo el yurtning kor ichrasiz. Hamisha har xatu xabar ichrasiz, doimo el yurtning kor ichrasiz. Joy uzra xotirjam o'y surib surmay, nabiralaringizni goh ko'rib ko'rmay, bir zum uyqusida boqib ketasiz. Haliga kirmay chiqib ketasiz. Bir zum uyqusida boqib ketasiz. Haliga kirmay chiqib ketasiz. Sharaf degan so'zga shon bergan hamsiz, tinchlik zamonida fidoyi hamsiz. Toki yashar ekan bitta jaholat, sizda orom bo'lmas, bo'lmas halovat. Toki yashar ekan bitta jaholat, sizda orom bo'lmas, hech bo'lmas halovat. Shu sabab eng go'zal dil so'zlarimni osmonning eng yorqin yulduzlarini